Assalomu alaykum. Bize hurmatli YouTube'dagi obunachilar, xudo xolasa sizlarga bir 3-4 tane reklamamız var. 96-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy Damazimiz bor. Holati dum yaxshi saqlangan ekan, chotki bo'lib, menimcha nomerlarini ko'rsangizlar, tanishingizlar kerak bu mashinani. Hamma yeri zo'r holatda ekan. Bahosi 17 million so'm qo'yib turibmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yine mashin salonlarından umuman gap yo'q. Hamma yerlari ishlat tutdagan. O'ning görüp alaverasizlar. Bu bahalar qaytaladigan baha emas, oxirgi bahası. Çatlakı, sınıkı yok hiç yerinde. Hamma yeri saz, o'zim haydab ko'rdim. Zadniy moz, korobka hamma yeri yaxshi holatda. Texnichski ham kuzovundan umuman ish yo'q. Hamma eshiklari ishlaydi yine. Açılıp beklenip poni tutup alıp bemalol bir yuvib sirib aydaverasizlar. Bu duruşu doğru egadan inchab gan bo'lsa shu durishunda turibdi mashin. Biza sirmadik ham yuvmadik ham. Ana sizlarga qiziq bo'lsa mashinamiz shunda avtoda turadi. 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Metanı hali yaqinda qo'yilgan ekan. Metanning ruxsati 2032-yilgacha ekan. E'tibor berasizlar, 2032-yilgacha. Hali ko'p buni narsa. Mashinaga yuvilmagan, olib bir yuvib sirib haydab yursangizda bir mazal olib turadi. Yaxshi pul sarflangan mashina. Keyin izindan jo'g'ding qip-qizil Tiko'miz bor. 8 million 500 ming so'mga beriladi. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probeklari 200 mingdan oshgan. Menimcha buni hozir ko'ramiz. 300 ming ekan, 330 ming ekan. Lekin sinab bir ondatayotgan mashin emas. Mashin akkuratniy bo'lib turibdi. Akkumulyatorning zaryadi yo'q hozir. Bir qator zaryadga qo'yib natfayda berasizlar. Motorlarida ham ishi yo'q. Bahası 8 milyon 500 ming so'm. Sal qisqaroq ataman, obzorni shunchalashtırmayapmizlar. Bolalar ham toza. Berib kelib ko'rmaylikcha savdo etib bo'lmaydi. Yo'q, men Qozog'istondan turib yo Rossiyadan turib onlayn savdo etaman desangizlar, bemalol savdo etamiz. Pulini tashab qo'ysangiz, xohla yerlaringizni yuborib ham beramiz. Samarqand, Jizzax umuman farqi yo'q. O'zbekistonning Liboydayna o'zingizni kiysangizdan pulingizni to'lab dastlabga yetib beramiz. 2001-yilda ishlab chiqargan imondan bir dona Tiko'miz ba'zi taqlab turibdilar. Buni ham 9 million so'mga berib beramiz. 2001-yilda ishlab chiqargan. Kimgadir qiziq bo'lsa, motorlar ham, hadovoylar ham hamma yeri sog', sinib sarsiq emas. Mashinning holati yaxshi holatda. Yine salon holatlari. Hozir arkasına bu fer qo'yib turibdilar bolalar. Xudo xolasa 9 million so'mga olib haydaverasizlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol qo'shib avtoda duradi mashin. Keyin egadan imunda Nexia 2 geldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probegi 280 ming yurgan. Asujit bo'lgan mashin. Mashina ko'p rasxod bo'lgan. Yaxshi pullarni surtganlar egalari aytishi bo'yicha. O'zlarimiz 60 milliondan qimmat oldik dedi. Undan keyin ham 10 million surtdik dedi. Xullas mashinning holati zo'r. Birinchi pozitsiya. Açakoy kapotlarni, motorlarni ham ko'rsatamiz. Yine duruşu mashin 53 milyon so'mga qo'yib berdik. 53 milyon so'm. Srochniy to'yatchiga kelganlar pula zarur bo'lib turibdi. Shuning uchun 53 milyon so'm bo'lsa berjakmiz. Yine mashinning holati Sonus gibrid, motorlari sayrab turibdi. Umuman hech yerinde ishi yo'q. Mashina pul surtmaydi, hazzatib xudo xolasa 1-2 yil haydaysizlar. Qisqacha zo'r bo'ladi, alashtirma etmasa, keyingi 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Cobalt'imiz diskalarni durishini qarang. Qarang, bakoylari bilan diskalarni chiroyli zo'r etib taqlangan mashina. 2021 avtomat 82 ming yurgan metallari bor. Krelenda kraskasi bor, kapotini ozgina o'tgan ekan. Libo ustangizga ko'rsataverasizlar. Ichini o'tmagan. 126 million so'm, 7 million so'm bersangizlar bizlere Ariana oformlagan nomera puli kerak bo'ladi. Arianani 4 million 200 dan kredit ham chiqarsa bo'ladi. Mashinning holati idealniy darajada, dum chotki turibdi. Olib hazzatib minaverasizlar. Hozir salonlarni namaga svet yansa salonlarni ham ko'rsataman sizlarga. Yine salonlar. Qarang. Top-toza qimmat chig'ollar qo'yilgan. Mashindan mazzislaga turibdi. Olib hazzatib minasizlar buni. 7 million so'm puli bor odam yana Cobalt'dan minadigan bo'ldi. Oformlagan nomera pul kerak degan. Motorlari. Xullas kalam zo'r.
umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bundan keyin mashina olish menimcha qiyin bo'lmaydi. Keyingi Gentra'miz avtomat, hamma narsasi bor. Lyuk sistemi, ABS, metan, diska, chixol, nilolim hamma narsa bor. 2020-yil avtomat metallari bor pokoleniya, kraska toza. 66 ming yurib turibdi, 135 million so'm. 9 million so'm bilan общий расходы. Faqatgina 9 million so'm bir pasport. Majigara pul hamma narsasi. Ikkalasida oilani kredit. Qiziqsangizlar kelaveringlar. Lyuklarni ochib qo'yib, hazzativ haydaysizlar bu mashinani. Yine do'stlar, haqiqiy egalardan mashin kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Yine aytdim-ku, lyuklarni ochib haydayman desangizlar, ichlari ham yaxshi tuzilgan, monitorlar qo'yilgan. Hali mashin dim toza saqlangan, dim qarab haydalgan mashin. Menimcha egasi Rossiyachi bo'lsa kerak uni. Pokoleniya metallar ham bor ekan. Captiva 13-yil. 155 million so'm bitari. Bitar bahosini aytaman. Mashin matviy bo'lib turibdi. Mana 100 ming yurgan ekan. Yine salonları. 155 milyon so'm mashin zo'r. Qiziqaman desangizlar ko'ringlar. Kraska yo'q mashinada. Beli jemchuk. Motorlari, konditsioner, hamma narsasi ishlab turibdi. Mashina gap yo'q. Hammaga javob. Damas 2010 43 milyon so'm. Lekin mashin shunday qorni tozalab berasizlarda bir urasla yanadi, garantiya ish mashina. Kraskalari top toza, o'zining kraskasi. 4 tane 13'lik diska balolar qo'yilgan. 42 milyon so'm etib beraman mashinani. Naq pula. Xohlasanizlar kredit ham etsak bo'ladi. Keyin 2025-2024 Damas'ımız 9 ming yurib turibdi. 77 milyon so'mga beraman. Kraska petnosi bor. Bemalol bu adamga ko'rsatib olarsa, umuman gap yo'q mashinada. Top toza. Spark 2019-yil 92 ming yurib turibdi. Bahosi 85 milyon so'mga beraman. Xohlasanizlar 10-15 milyon so'm bilan kredit ham chiqarib beraman. Generalniy davnisdan beriladi. Bemalol kelaverasizlar. Mashinada umuman kamchilik yo'q. 13-yil katta motor, kraskasi top toza, bir bufer ham almashmagan mashinamizni halol hamma yeri 4 tane yumshoq balon metallarni adam bor. Bahosi 55 milyon so'm bo'lsa berib beraman. Kimdir qiziq bo'lsa ochsang shu ajini qo'yadi, ishini sindirib siladi. Motorlari top toza. Bemalol gelip olaversangizlar bo'ladi mashina. Hamma yerga javob, garantiya. Lacetti 2005 170 ming yurib turibdi. 66 milyon so'm. Haqiqiy probek. Hamma yeri rodnoy, zo'r narsalar. Ikkinchi 180 ming yurib turibdi. 2013 haqiqiy probek. Şu ikki mashinam bor-ku, xalagan vaqti olib, xalagan vaqti satsa bo'ladi ish mashinalarini. Motorlarni 100% javob. Bu qaysini eksiyadi? Ha, buni hali bahosi qo'yilmadi. Cobalt 2025 eng oxirgi pozitsiyasi, ochib ber buni. Buni ko'p odam ko'rdi, ko'p odam ko'rmadi menimcha. Diskalarni ko'rdingizda, Midnight diska, parlar ham qora par, Midnight par. Endi salonni ko'ramiz hozir. Bakoylar ham qora. Saloni option boshqacha. E'tibor berasizlar. Mana qarang ko'jaga. Koja salon. Yine monitorları. Çisti monitor hamma narsa bor mashinada. Koja salon. Kobutlar ham yine market chiqardilar endi. Hazzat paydo berasizlar. Bahosi 172 milyon so'm. Xohlasanizlar kredit ham chiqadi. Hozir ko'ramiz kreditga chiqadigan bahosini. Ballarni ko'rish ham shart emas, top-toza paket var. 38 milyon so'm bersangizlar 4 milyon 200 dan chiqadi ekan bahosi. Keyin bu yerda 2 dona Cobalt bor. Avtomat 2024-28 ming yurgan, benzinda kraskasi toza, 148 milyon so'm. Mashina hech narsa xarajat etilmagan menimcha. Metan yo'q, metan ham qo'yilmagan ekan. Shudur shu o'zini paket holatida turibdi. 2024 avtomat 46 ming yurgan metallari bor ekan buni. 147 milyon so'm ekan. 24 milyon so'm bilan kreditga chiqadi. 4 yumshoq balon ham bor ekan. Buncha so'm bilan, bu 27 milyon so'm bilan, bu 24 milyon so'm bilan kreditga chiqadi ekan. Bu o'zimni Zaporoj degan mashinam bu, Forza. Yomon yuridi ekan bu. Agar 50 milyon so'm bersalar, buni ham berib beraman. 14-yil 80 ming yurgan.
Jigulim bayımında. Jigulim 06. 03. Hem yeri zor. Bunu menimçe köpçülük biledi. 25 milyon son berseler bundan berbereme. Bu çisti sivinir bu yüzden park koyar aslında. Aslında gelen aslında kuda kalırsa maşinlarımız köp. Bemalal. Uzak dürgelle ama sağ aileniz bağrına gelip şu hoşnut hafta onu bir ziyaret et gitinle gel vakit. Aman bulunla.